bir misolni ko'ramiz. Demak, ilzosda 2 plus 1 ning minginchi darajasi cheksiz o'nli kasr qilib yozsak, 100-chi o'rindagi raqamni toping debdi. Buni nima qilamiz? Bu yerda biz a deb belgilab olamiz shu sonni. Ilzosda 2 plus 1 minginchisini a deb belgilab oldik. Endi shunga alternativ b anavchini ham belgilab olamiz. Nimaga bunday qilib oldik? Demak, biz ikkalasini qo'shgan vaqtimiz a qo'shilgan b. Demak, Newton binomi bo'yicha mana buni ochib chiqsangiz, o'rtadagi hadlari bir-biri bilan yeyishib ketadi. Shunda faqat butun son hosil bo'ladi. Demak, m bu yerda z butun son bo'ladi. Shu ikkalasining yig'indisi butun son bo'ladi. Demak, butun son bo'lgandan keyin a ni topsak, bu m minus b degan son. Demak, biz shu a degan sonni 100-chi o'rindagi raqamni topishimiz kerak virguldan keyin. Demak, bu yerda bizda b masalan ilzosda 2 miz bu 1.41 ayrilgan 1. Shuning minginchisi. Deylik. Bu esa 0.41 taxminanda shuning minginchisini topishimiz kerak. Demak, nima qilamiz? Bu yerda 0.41 0.5 dan kichik, to'g'rimi? 0.5 dan kichik. Demak, buning 0.41 ning minginchisi bu 1/2 ning minginchisidan kichik bo'ladi. Endi bu yerda bitta manevr ishlatamiz. 2 ning 10-chisi bu 1024, to'g'rimi? Bu 10 ning kubidan kattaroq, to'g'rimi? 10 ning kubi 1000 bo'ladi, 1000 dan kattaroq bo'ladi. Demak, 2 ning 10-chisining 100-chisi, to'g'rimi? 1000 bo'ladi shunda. Kattaroq 10 ning kubining 100-chisidan. Bu esa 10 ning 300-chisi bo'ladi. Demak, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz b degan son, demak, kichik bo'lar ekan 1/, mana 2 ning minginchisini o'rniga, demak, 3 ning 10 ning 300-chisi. Demak, b bu yerda 1/, 10 ning 300-chisidan kichik bo'lar ekan. Demak, bu yerda endi biz nima qilamiz? Biz mana bu son bu 0.000 da oxirida qanaqadir son, mana shu yerda 299 ta 0 bo'ladi. Tushundingizmi? 299 ta 0 bo'ladi. Demak, bu yerdan biz qanaqadir butun sondan b ni ayirsak, bu 0.999 va hokazo 9 bo'ladi. 100-chi raqamdagisi ham 9 bilan tugaydi.